Bu retseptda pishirilgan jigardan so'ng eski retseptingizdan voz kechishingiz aniq. Shaxsan o'zim xuddi shunday qildim. Jigarga tuz va ziravar solib 20 minutga dam berdim. O'sha 20 minut ichida kartoshkalarni kubikcha qilib to'g'rab oldim. Suvda o'zining kraxmallarini ketkizib, yaxshilab quritib oldim. Kartoshka kubikchalarining ustidan tuz hamda kukuruz kraxmalidan sepdim. Kartoshka qarsildoq bo'lib chiqishi uchun yog'da yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Mana qarsildoq kubikchalarimiz pishib chiqdi. Endi bo'lsa piyozni qog'ozdek qalinlikda to'g'rab olamiz. Yaxshilab oldi orqasi qizargan jigarlarimizni 15 minutga dimlab olamiz. Mana shunaqa jigarni shirasi chiqqandan keyin bosib ko'ramiz. Osongina yanchilsa, demak jigarlarimiz tayyor. Yog'larini yaxshilab sirqitib sovolamiz. Bu orada muzdek suvga solingan parrak piyozlarimizni suvdan chiqarib, o'zingiz xohlagan ko'kat bilan aralashtirib olamiz. Hidini aytmaysizmi? Shunaqa yoqimli va ishtaha ochar bo'ldi. Kamtargina kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna hamda like bosishni unutmang. Qadrdonim.